Joyini qilayotganlar uchun assalomu alaykum. Biz aytishdan charchamaymiz. Bir xil gap bo'lsa ham, mana shunaqa uklonni qarasangiz zo'r tashlagan. To'rtta tarafdan shunday hozir yuvib ketsang sразу qurib qolyapti. Umuman quruqlik hammasi ostidan o'tkazgan. Uklonlar hammasi uklon, zo'r uklon bo'lgan. Bitta qarashda bir o'rtaga suv shunday yig'iladi, oyoqdagi quruq bo'ladi. Endi mana bunaqa narsa qo'yishga imkoniyatingiz bo'lsa, hozir 1 million ketadi. Bunga to'g'ri shuni aylantirib odam yuradigan joyga plastmassa yotqizish, qishda, kuzda, bahorda ertaga odamning oyog'i loy bo'lmaydi. Do'stona tavsiya, hozir avtoritetga serish bo'yicha keldik. Joydan bir esdalik, anaqa eslatma tarzida video qo'yishga qaror qildik. Hamma boks ichini ko'rsataman, qarang. Zo'r uklon tashlagan, to'rtta tarafdan shunday suv yig'iladi, bir qarashda ko'rinadi. Katta tashlagan. Sразу hammasi hozir yuvib ketsa ham tez qurib qoladi. Mana bular ko'p emas, quriyapti o'sha joyda. Keyin polirovka qilgan mana sementni что oqib ketadi. To'planib qolmaydi. Hamma bokslarda o'sha klik nimalar qo'yilgan. Ba'zi ishlayotgan apparatlar. Shuni eslatmoqchi bo'ldim. Albatta hozir yoz, mana bunaqa xarajatchi, mana shunaqa soya sharoit qo'yish bu majburiy bo'lib qoldi. Shunga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Salomat bo'linglar. Issiqlarda o'zinglarni asranglar.